Bugün sizlarga Gambian so'mandagi o'lchamli qo'riq suli, undan boshqa maytaqshay sulimi tafsili so'zlab beray, amsi ketdik. Amsi bugun biz tayyor materiallar bilan, tayyor materialdan Gambian so'manga xushpurak maytaqshay ko'rsatib qo'y. Oddiy usulda. Ma'vo hajoyu va hajoniki qizil hajoning meye. Qizil hajoning meye bir tukimiz, endiki malayu va bundan ikki tukimiz. Va ikki tane bırak tukimiz. Bununla bu taşır solunu biz uzun yaxşı tuatımız en yaxşı çıkıdı. Hem ıslap körek yakışımı tıkırma. Hem de bununla bizden bağı şanı olmalı. Bunu hem dökmemiz yere mi döksek burada? Şanı bence kokuyor sürmeyle. Hem de uçma deyip koyup her bir gembiye söylemek yasta. Mana. Bir kuş kadeh koyuyor. Bir gembiye'nin kez meymiş şu. Bu da tüke bu pasalar boldu. Mamay bir kal tuğit başladı. Hemse bu bir gembiye söylemek koyup gösterisiler ya. Aval biz go'shtni qizartib, biz qo'rib olgandan keyin tayyor qilib olgan jusak yo'q qizlarza cho'pning ustiga to'kamiz. Endi qozonga azroq piyoz, kichikroq samsaq, chanag'allarni azroq solib, buni azroq qo'raymiz. Azroq qo'rib olgandan keyin biz dor darmonli mushoq silib olamiz. Dor darmonlidan biz az miqdorda cho'ng'ishdan markasdagi xushpurak jijongdan azroq solamiz. Bir qush solsak bo'ldi. Undan boshqa kichikroq ahmoch bilan hajofni silib bersak bo'ldi. Bo'ldi, ham mushuni qozonga silib to'kadigan biz cho'p, go'sht, jusaklarni endi qo'raymiz endi. Qo'rib azroq qo'rib rangni azroq berib olgandan keyin bunga endi biz azroq qo'ng'ishav joyi beramiz. Qo'ng'ishav joyida azroq bergandan keyin endi biz bayon tayyor qilib olgan meyimiz bor. Mushlik miqdorda bu mayni berib olsak bo'ldi. Endi biz buni davomli qo'raymiz. Buni qo'rg'ashda bir muhim diqqat qilgan ishimiz birga shu tey qurg'icha, azroq gada bog'ligicha qo'raymiz. Tam xushpurak shunchlik payz chiqdi. Shu vaqtda voyig'ida. Endi oxirida biz Cho'ng'iston markasiga 100 yillik istiqbol asosan 180 kun işlegen ayda açık suydan çöresine azırak bir yutimiz. Hem de taza qo'rib iste'mol qilsak